Keyingi masala. Rasmda X o'qi bo'ylab tarqalayotgan kundalang to'lqin tasvirlangan. Qaysi nuqta tezligi eng katta tebranmoqda, deyapti. 3 ta nuqtani bergan. Hop, bizaga amplitudaviy qiymati mana shu yerda amplitudasi. Matematik mayatnikni olayotgan bo'lsak, tebrantirib yuborilsa, birinchi holatdan tebrantirib yuborildi. Bu amplitudaviy holat. Ikkinchi holatida tezligi eng katta bo'ladi-da va maksimal bo'ladi. Ya'ni muvozanat vaziyatidan o'tayotganda tezligi eng katta bo'ladi. Bu yerda muvozanat vaziyati mana bu shtrix chizig'i L ga to'g'ri kelyapti. Javob. Uzunliklari bir xil bo'lgan X, Y, Z moddadan tayyorlangan sterjenlardan uchburchak yasaldi. Uchburchakni qizdirganda u kengaydi. Qaysi sterjen chiziqli kengayish koeffitsiyenti katta, deyapti. Chiziqli kengayish L teng L0 qavsichida 1 plus alfa T edi. Chiziqli kengayish koeffitsiyenti katta. To'g'ri proporsional bo'lyapti. Chiziqli kengayish koeffitsiyentiga chiziqli kengayishni o'zi L. Bu degani birinchi rasm qizdirmasdan oldin, ikkinchi rasm qizdirgandan keyingi holat. Katta burchak qarshisida 90 gradus berildi. Katta tomon yotadi. Y bizaga eng uzuni bo'lyapti. Chiziqli kengayish koeffitsiyenti ham eng katta bo'ladi. Javob. Rasmda jismlarga berilgan issiqlik miqdorini haroratga bog'lanish grafiki berilgan. Grafikdan foydalanib, bu ikki jismning issiqlik sig'imlari nisbatini aniqlang. Endi solishtirma issiqlik sig'imi bilan issiqlik sig'imining farqi bor-da. Misol Q teng Sm delta T bo'lsa, farqi yo'q, katta Tmi kichkina mi. Mana bu solishtirma issiqlik sig'imi bilan kichkinasida massani ko'paytmasi, ikkalasini ko'paytmasi katta S'ni beradi. Issiqlik sig'imini o'zini beradi. Smni o'zi. O'rniga qo'ysak, bu teng S ko'paytirilgan delta T bo'ladi. S'ni topsak, issiqlik sig'imini o'zi Q taqsim delta T bo'ladi. Shu o'rniga katta T yozsam ham bo'ladi, farqi yo'q. Delta o'zgarish deganida. Xo'p, shu formulaga tushadi. O'rniga qo'yib ketsak, birinchi jism uchun olsam S1. Demak, Q'ni o'rniga 2Q birinchisi, 2Q 3 ta T taqsim S2 xuddi shunday 3Q T bo'lyapti. Taqsim T. Nisbat olsam, Q T'lar qisqarib ketadi. S1 taqsim S2 tak 2 taqsim 3 taqsim 3 bo'lyapti. 2 taqsim 9 bo'ldi. Javob. Keyingisi 20. Elektr zanjirining KL nuqtalari orasidagi kuchlanishni aniqlang. Tok kuchini bergan ekan, 2 amper. Hop.
Kdan Lga chiqib ketsa, 6 bilan 3 parallel bo'lyapti. 4 bilan 12 parallel bo'lyapti. 2 bilan 2 ham parallel bo'lyapti. Hop. Mana bu 2 bilan 2 ga 6 bilan 3 ketma-ket bo'lib qoldi keyin. Shuni hisoblab chiqsak. Demak, 6 yu 3 uchun hisoblayman. Birinchi qarshilik bo'lsin. Ikkalasini ko'paytmasi taqsim yig'indisi. 18 9 ga bo'lsa 2, pasti 2 ekan. Yuqorisi 4 ko'paygan 12 taqsim 16 bo'lyapti. Qisqarib ketsa 4. Yuqorisi mana bu 3 bo'ldi. Chizmasini chizib ikkovi Kdan chiqsa, ikkovi parallellar bunday chiqib ketadi. Mana bu ikkovi ham parallel 2 lar bu ham chiqib ketadi. Bu ketma-ket bo'lib qoladi keyin. Ikkita bir xil ikkilik uchun hisoblayman. Mana bu yer uchun R3 bo'lsin. Hop. 2 taqsim 4 bo'lyapti. 1. Mana bu qismi 1 ekan. Qarshilik. Ne bo'lyapti? K bo'lsa chiqadi. Bo'limni. Yuqorida 4 u 2, 4 u 12, 3 chiqdi. Mana bu. Bu parallel 6 yu 3 dan 2 chiqdi. 2. Keyin bu narsa parallel bo'lyapti. 2 ikkitali 2 qarshiliklar ketma-ket bo'lib qoldi. Bu 1 bo'lib qoldi. Mana bu yerda. Keyin bular boryapti-da, tutashib Lga chiqib ketyapti. Hop. Ketma-ketda 3 yig'indisi Rda hisoblasak 3 u 3 taqsim 6. Hop. 9 taqsim 6 bo'lyapti. 1,5. Bizadan kuchlanishni so'rabdi. Kuchlanish so'ragan bo'lsa 1,5 chiqdi. Umumiy qarshilik. Endi E teng u taqsim Rdan kuchlanish so'rayapti. U teng ER desak, demak tok kuchi 2, umumiy qarshilik 1 necha chiqdi? 1,5 chiqdi. Hisoblasak 3 volt. Va javob